Har doimgidek yarim kunlik vlog oldim, chunki bir kunim video qiladigan bo'lsam, video 3-4 minutli bo'lib ketadi. Choylarimizni ichib oldik, keyin uголок chexollari yuvilgan edi, o'shani hali solmagan edim. Chexollarini solib, kuxoniylarni ustilarini ochib, idish tovolarni yuvishni boshladim. Bugun ammajonga kelishligi kerak edi. Shunga bir kun oldin kechqurun qovoqlarni chiqarib tayyor qilib qo'ygandim. Ertalab somsa qilaman. Somsani bizani uyimizda hamma yaxshi ko'radi. Mehmonlar kelsa, yana ham barakali bo'lsin, hammani og'zida esa ketayotganligida ham berib boramiz deb ko'proq xamir zakaz qilgan ekanman. Juda ham ko'p somsalar qilib yuboraman. Qancha qilganim oxirida aytaman. Oshxonalarni porядка qilib, gaz chovgimlarimni yuvib, somsani harakatini ham boshlab yubordim. O'zim uncha go'shtxo'r bo'lmaganimga ham kartoshkali, tovuqli somsalarni yaxshi ko'raman. Shunga qiymali somsaga ham ikkita kichkina kartoshkadan sovardim. Ko'pgina piyoz, qiyma, tuz, zira va kartoshka solib, yog' solib, bir xil massa qilib oldim. Ikkinchi nachinkamga bo'lsa faqat qovoq, piyoz va shakar soldim. Nachinkalarimni aralashtirib, xamirlarni bir xil bo'laklarga bo'lib, dumaloqlab yoyishga o'tdim. Kichkinagina pechimiz bor. Bitta listga 20 ta somsa ketadi. 20 ta somsadan 3 marta pishiribman. Uydagilar orada damashni norin yegiligi kelishdi. Xamirini ko'chadan olishdi. Go'shtlarini qaynatib qo'yganlar. Dodajon ertalabdan go'shtlarni o'zligi to'g'rab, xamirlarini ham to'g'rab, uyi ichida norin qilib o'tirishdi. Men ungacha somsalarimni qilib oldim. Keyin orada 10 so'nggina shirinlik retseptini ko'rib qolgan edim. O'shani tayyorlab auditoriyamdagilarga ham ko'rsatib berdim. Endi bo'lsa ishlarimdan bo'shab, bolalarim bilan o'ynab o'tiribman. Ko'rganinglardek Muhammad Yusuf ham azvuchkamga qo'shilib turibdi. Somsalarni 200-220 gradusda 30-35 daqiqada pishirib olaman. Yegilik kelgan bo'lsa, bizanikiga kelinglar. Videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Menga obuna bo'lib qo'ying. Hali bundan zo'rlari oldinda.